Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari, bizni kuzatib boruvchi kuzatuvchilar, agrotexnika motoblok ishqibozlari. Toshkent shahri Izza bozori oldida joylashgan agrotexnika do'konimizda ko'pchilik klientlarimiz so'ragan dizelli motobloklarimiz yangicha ko'rinishda yetib keldi. 3 xil modeli yetib kelgan akalar. Manzilni bir qator tushuntirib o'taman. Manzilimiz bu tomonimiz Ipodrom bozoridan kelish, O'rgizorga ketishda Izzada mana bunday avtobus stansiyasi joylashgan. Avtobus stansiyasining orqa tomonida hovlida mana shunday katta miqdorda assortiment holatda motobloklarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi akalar. 3 xil modelimiz kelgan, sizlarga to'liq ma'lumotini berib, narxi bilan tanishtirib o'tamiz. 10 ot kuchli salarkali motoblogimiz kelgan, 15 ot kuchligini 2 xil varianti kelgan, ya'ni 90 gradusga buriladigan varianti, 360 gradusga buriladigan variantidan kelgan akalar. Xo'p, ko'pchilik motobloklarni pachimnikligi bor, keyin umuman burilmaydigan varianti bor, keyin uchinchisi satellitli varianti bor. Satellit nima? Unga to'xtalamiz. Hammasini farqlarini tushuntirib beraman sizlarga akalar. Xo'p, birinchi motoblogimizni prostoy varianti, ko'pchilik bilgan eng prostoy varianti burilishida, ya'ni xo'p, mana bu eng prostoy variant, ya'ni baloni burilmaydi, bespachimlik varianti. Ikkinchisini oladigan bo'lsa, ikkinchisi mana bu variantimiz ko'rishingiz mumkin. Balonlarida pachimliklari qo'yilgan mana, ya'ni 90 gradusgacha buriladi bu. Yo'l qo'lda mana bunday burish imkoniyatini beradi. Bu ham 90 gradusga buriladi. Yana bunday keyingi variant satellit degan narsa kirib kelgan. Satellit degan rulida ortiqchadan 2 tadan knopkasi bo'ladi, ko'rib turganlaringdek. Buni benzinli ham, salarkali ham har xil turi bor. Bu salarkali varianti. Satellit, ya'ni karovka qismini ham bitta ko'rib qo'yasizlar. Anchagina katta, hozir o'lchab ham ko'rsataman farqini. O'ng tomonni bossangiz o'ngga buriladi, chap tomonni bossangiz chap tomonga motoblok avtomatik buriladi. Ko'pchilik biladi, freza, ya'ni balonni o'rniga bularda frezer qo'yiladi. Freza qo'yganda balon chiqib ketadi, ya'ni balonni o'rniga freza qo'yganda mana bu pachimlikli motobloklar ham bu sariq motoblokka o'xshab bespachimlik bo'lib qoladi. Kuch bilan burilishga to'g'ri keladi. Satellitligimizda esa ko'rib turganlaringdek, balonni chiqib olib tashlasangiz ham manevr qilishda tor joylarda bemalol burilish imkoniyatini beradi. Oddiy motobloklardan narxi ham ozgina qimmatroq. Endi karovkasini farqini sizlarga tushuntirib beraman. Ikkovi ham mana Kentavr, bilasizlar, nomerali motoblok. Ikkovi bir xil, chekadagi boshqa motoblok. Ikkovi ham 15 ot kuchi. Farqi bunisi 90 gradusga buriladigan varianti, bunisi 360 gradusga buriladigan variantidan. Hozir sizlarga karovkasini kattaligini ham bitta o'lchab beraman. Xo'p, bu 90 gradusga buriladigan motoblokni karovkasini varianti. Mana tashidan o'lchaymiz, ko'rib turganlaringdek 13 sm. Mana 13 sm. Karovkani bu tomonidan, boshlanish tomonidan narigi tomonigacha bu 13 sm. Bu o'sha A5ni karovkani kattalik qismi hisoblanadi. Endi bunisiga keladigan bo'lsak, mana. Xo'p, bu tomoni mana ko'rib turibsizlar, hozir ko'rsataman. Mana akalar. 20 sm. 7 sm ga satellitni xo'p, kattaligi, anchagina karovkani kattaligini ko'rib turibsizlar. Bu o'sha sizlarga maqtaganim 360 gradusga buriladigan variantidan akalar. Xo'p, ma'lumotiga o'tadigan bo'lsak, ushbu ko'rib turgan motoblogimiz 90 gradusga buriladi. Motorlari 190 motor bilan jihozlangan, kalit statorli variantidan. Jatga qo'ysalaring ham, rotorni kasilga qo'ysalaring ham universal kalit statorli, aytib o'tganimdek pachimligi bor. Komplektida 5 qatordan frezasi qo'shib beriladi. Qatori ichida yurishga, arava qo'yasizmi, telashga qo'yasizmi, hamma narsaga javob beraveradi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 9 million so'm bu. Salarkali variantidan ko'pchilik tushunmagan klientlar benzin bilan salarkalikni farqini tushunmay narxida. Benzinliklar ancha arzon bo'ladi. Salarkaliklar qulaylik tomoni issiq kunlarda ham bemalol qizib ketmaydi, o'zini o'zi sovutadi, bemalol ishlatishlaring mumkin bo'ladi. Narxi 9 million so'm, bu 15 ot kuchligi.
Xohlaganlarga satellitli varianti ham bor. Motori bu bilan bir xil, komplektatsiyasi ham bir xil. Farqi aytib o'tganimdek, karofkasi yangicha karofkada, baquvvat karofkadan qo'yilgan. Kattalik farqini ham tushuntirib berdim. 20 sm, 7 sm ga buni karofkasi bundan baquvvat chiqyapti. Rullarni ham ko'rib turibsizlar, 360 gradusga buriladigan variantidan. Kalit starterli soatiga 1 litrgacha rasxod qiladi. Narxiga keladigan bo'lsak, bunimiz narxi 10 million 200 ming so'm. Kalit starterli. Bu ham akkumulyatorga zavod bo'ladi. Universal. Hamma narsa qo'ysangiz bo'ladi. Rotorni kasilga qo'yasizmi, jatga qo'yasizmi? Aytib o'tganimdek, balonni olib tashlasangiz ham frezada ham o'zini burilish xususiyatiga ega. Bu ham Kentavr zavodidan. Xohlaganlarga ixchamroq modeli bor, 15 dan kichkinaroq, 10 kuchligimiz ham kelgan. Bunimiz starteri yo'q, ya'ni tortma orqali zavod bo'ladi. Balonlari pachimnilik, turgan joyida buriladi. Bu ham universal motoblok, ya'ni jatka, rotorni kasilga hamma narsa qo'yib, ustanovka qilib ishlatsalar ham bo'laveradi. Balonlariga e'tibor beramiz. Bu ham prostoy traktor emas, ya'ni pachimnilik. Turgan joyida buriladi. Salarkali. Narxiga keladigan bo'lsak, bunimizni 7 million 800 ming so'mdan aksiyaga tushirib qo'yganmiz, ko'rishinglar mumkin. Narxlarni qaytarib o'taman. 7 million 800 ming so'm, 10 million 200 ming so'm, bu 9 million so'm qilib beramiz salarkali variantidan. Kichkinaroq modellari kerak bo'lsa, kichkinaroq modellari ham mana har xil turlaridan bor. Ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Manzilimiz aytib o'tganimdek Toshkentda Izza bozori oldida. Benzinli motobloklardan salarkani farqi shundaki, hozirgi kunda havo isigani sababli issiq kunlarda benzinli salgina tezroq qiziydi, salarga nisbatan salarkali baquvvat bo'ladi. Kimga qanaqa motoblok kerak bo'lsa, telefon raqamlarimiz 91lik 289 74 79 raqamiga aloqaga chiqishingiz mumkin. Dastavkalarimiz Toshkent shahar ichida viloyat stankalariga bepul olib chiqib beriladi. Xohlaganlarga upakovkalar, xohlaganlarga tayyor qilib yig'ib ishlatib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasiz. Telefon raqamlarimiz soat kechki 8 gacha ishlaydi. Dushanba dam olish kuni faqat do'konimiz dushanbadan tashqari har kun ishlaydi. Kimga qiziq bo'lsa, cheklanmagan miqdorda mana klientlarimiz kelishdi. Har xil turlaridan sotib olishingiz mumkin. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like tayamizlar, salomat bo'lasizlar.